Ko'pchilik tavsiya qiladigan ramashka damlamasining foydali hamda zararli tomonlarini ko'rib chiqamiz. Ramashkadan foydalanishning eng oson va samarali usuli bu ingalyatsiya hisoblanadi. 2 choy qoshiq quritilgan ramashkani 1 litr qaynoq suvda damlab, uning bug'iga ingalyatsiya qilsak, bu xavfsiz hisoblanadi. Ramashka damlamasi eng tabiiy vosita hisoblanadi burun va tomoq kasalliklarida, lekin simptomlar uzoq davom etsa, albatta shifokorga murojaat qiling, chunki ramashka bu oddiygina qo'shimcha xolos. Burunda ramashka damlamasi bilan chaysak, shilliq qavatni yumshatadi, rinitlar va gaymeritlarda foyda beradi. Tomoq uchun foydali tomonlari: yallig'lanishga qarshi ta'sir, tomoq og'rig'i, faringit, tanzilitda yordam beradi. Antiseptik ta'sir, bakteriya va viruslarga qarshi kurashadi. Tomoq og'rig'ida yordam beradi, shilliq qavatda qichishish, achish hissini yumshatadi va eng oxirgisi tinchlantiruvchi ta'sir. Qurib qolgan shilliq qavatni va sezuvchan shilliq qavatni yumshatadi. Qo'llash usuliga kelsak, 1 choy qoshiq quritilgan ramashkani 1 stakan qaynagan suvga solib, kuniga 4-5 mahal tomog'ingizni chayib tursangiz bo'ladi. Ramashka damlamasining zararli tomonlari ham bor. Izohlarda plus belgisini qoldiring. Men sizga zararli tomonlarini jo'natib qo'yaman.